Lokatsiyani dodasiga kelganmiz, qadrdonlar. Ro'paramizni Chig'atoydagi Karzinki 1 kilometr Beruniy metro, 1 kilometr Tinchlik, 1 kilometr mana bu tarafga ketadigan bo'lsak, Chorsuga ketishimiz mumkin. Ukam endi o'sha hop 104 kvadrat metr kattalikda xonadonni ko'rsatamiz. Video davomida narxini ham aytaman, narxini ham zo'r belgilaganmiz. Novostroyka 2016-yil Karimov davrida qurilgan. Bu birinchi xonasi bo'ladi. Endi tushuntirishni davom etib turamiz. Buni yonidan alohida hojatxonasi bo'lsa, bu yoq tarafda vannaxonasini ko'rishingiz mumkin. Va mana bu xonani kattaligini qaranglar. Nechiga bu 5 ga 7 mi, 6 mi? Katta endi menimcha bu mehmonxona uchun foydalaniladi. Bu ikkinchi xonamizda bo'lsa, buni yonginasida mana marhamat kattagina oshxona bemalol stolovoy qilib ham foydalansak bo'ladi. Kiraverish yo'lini kengligiga e'tibor berasizlar, mana bu yoqqa garderob ham yasasak bo'ladi. O'ng tarafda mana oxirgi bu 3-xonamizda bo'lyapti. Hop endi narxini nech pul ekan do'stlarmi? 1 kvadrati $1030dan, 1300 emas, $1030dan, 104 kvadrat metr kattalikda. Endi kelib et-betiga qarab aspijit qilib olsanglar, menimcha zo'r sharoit bo'ladi. Hozirgi kecha kunduzda aynan mana shu hududlardan, Novostroykadan dom olaman desanglar ham $1000dan $1200gacha olasizlar va uni ustiga kutishinglar ham bor. Bu ham 2016-yilda qurilgan Novostroyka. O'zi bu joylarda sotiladigan joylarning o'zi ham kam. Qiziqqanlar uchun pastda nomerlar bo'ladi, aloqaga chiqaverasizlar.